qiynamangilar aka. Har narsani xayri bo'ladi deb Ama o'zingiz aytdingiz. ha, 900 versem şu bayağı $100'a generallık bular. Ular $100'a ne çıkarır ama general. Oğlum o'zingiz nima qildingiz? O'qating bu shansni hamma ham bermaydi. Mening borib tekshiring ma'qul bo'lsa ertaga qilaman. Ertaga so'tgungacha yo'q bu moshinda yo'q. O'zi kalasına veriyorsun. Bu moshindan $1 foyda kerak emas. O'zini puli shunday ketsa bitta. Vay mayli, yakar torting aka. Ham odam ko'za o'shani berib qo'yaman. Hem yakar torting aka. Akın ko'rsin. O ha baraka topayapti-ku mana o'sha moshinda meni baraka topdi, $10 Bayağı kıramaya Mana men beryapman, mayli. 4200. Sen za. Dile fırıkta geçeyim. Çorsu'da haşlayayım. Mamaşa 750'lik bir kavanlığın koyalım. Aynı öktamakta o bu. Öktamakta Hayır yapma. 50'lik buranı bu. 50'lik bir. Sen za mı doğru lan? 50'lik yine koşarını bu koy. Mana baro ayt etmanki 800 ga o'zingiz qilib oling deyapman. Bunga avruq bitar aka. Mana kecha ham 20 ni zo'rini sotdim. Necha pulga ketdi? 5500 diyor. 5500 ga. Bu 20 avro aka. Bu javob beraman o'zi $400 pul bilan kreditga chiqadi. Chek puli olgandan ko'ra buni xaridor bo'ladi. Ha, endi o'zingiz dokumentni o'ylab turib, Vay, Milyonlik qilsalar, 1 milyon qilar mı? 1 milyonlik qilar mı? Ama iyisi yapmayın. mana sizga boyna aytdim-ku, $5600 ga bergan moshinni $3600 ga so'rab oldim. Chiqondan xaridor olib ketgan edi. Kraskası yok ama. Ana shuning uchun Yılı neçe oldu? Mana shu moshinni hisoblab oldimi 20 bo'ldi deyapsiz. 25 o'qimasiz, yanvardan beri ketgan. Bunu zo'r hisobladim. Sen Nazarov. Mengim senin ketisin kelesen. $200 tutamız. Ha o çıkanı dedi o hesabı kırmaydı var mı? Yok, hesapga kirmaydi. U kishiga zarar bo'lmasin debdim men. To'g'risi gap. Gapni ochiq bo'lsa 4200 Qarang, mana bitta bu moshin bu moshin 4500 bu moshin 4200 dan ziyod ketsa men o'lan qoldim. 4200 ketsa ham buni to'g'rilab Ketmasa-chi? ketasiz yerdan ketadi. Nasib qilasiz Ketmasa-chi? Endi Allohdan u. Mana qarang, gapni eshiting. Gapni eshiting. Mana shu o'zi video ertaga chiqadi, o'zi mana moshiningiz ham ko'rinyapti, bu ham ko'rinyapti. $1 foydasi kerak emas. Любой ekan, 4200 shunday berib yuboraman. Xaridor bo'lsa olib kelsangiz Menga kerak emas. Agar shu 300 ga ketsa, agar shu $100 ham shu odamniki menga kerak emas. Sizni mana shu shansdan chiqaryapman. 3 oy oldingi savdo bilan bugungi savdoning farqi bo'ladi. Ma'qul kelsa bo'lsin. O'zingiz qilib olasiz. Nima qilasiz? Siz berasiz. Men qilib kelib beraman sizga. Qarajat. 800 begin alıp bir abi. Varsan endi. Voy jonim. Mana o'zingiz gapingiz bo'lyapti. 800 beryapsiz menga. Xarajatini bering. Saset. Yen deysiz Ma. nima deysizmi farqi yo'q. 850 bergin alıp beradi bo'ldi, bos barakatı. Oyim aytib o'tirdi. 750 bo'ladi-ku. Yo, boyam aytib o'tirdi, gap 850 ber, Ha, shu generallik beraman deyapti. İlaç olma yaptı den şunu. Şuna karak geri yaptı. Şuna takap Türk. Men aytdimki 6000 ga afarin. Olmasa 50'gini yarımını ötsün, yarımını sen koş bo'ldi. Menga qarang. Necha pul ketsa o'sha davlatga to'lang. Mana pulimni aralashtirmang kerak emas. O'qidi sanksiya kerak qilmay Evet. 50 ortasını böl olmasın mayli. Yani kul. bu nima o 25 bosing agar to'g'ri keladi. Lekin u moshindan foyda qilishlar-a? Afor generallik berasiz. Bo'ldimi? Mayli. Endi mana haqqimni shu moshinga qo'shib nima qilasiz? O'zing saytdan so'bayna. O'zingizni halingizdan tushib beryapsiz. O'zing sayt bitta pochta qilaman, senga kelib qana o'g'ladik, tikidan olib beraman dedingiz ku. Varsan endi. Endi Aytgan- $50 oyoq tiraman. Endi labdingiz bo'layapti aka bu. Men kettirayga oldim. Xudolasam 6-7 ki menga ham keladi shu bolalarimiz xudolasam. Bilen takan. Kelaman men. Klentga berish kerak. Klentga. Uni ham inobatga turibman. Unga endi biz zaram xarajat qilamiz-da. Mayli aka.
qil degan. Xarajatini ham qo'shmayapti. Forma tushirgan pulini ham qo'shmayapti. O'zingda hisoblasan 10 million xarajat qilyapti. Men bir nima deganim yo'q, mo'yin. Bor aka. Menda hozir bo'lsa bor-ku, Aka. to'g'risi. Achaqalar shu yerda general qilgan. Aka, mehmonga. Endi 500 ming so'm oyoqtiryapti. Ben boşunu kaydanım ötüp verdim mi $100? Halidan o'tyapsiz. Ötmedim mi? Ketsa sepang. 900 deyapsiz. 5900. Hozir men 5900 ketdim, bersam, yerdan. generalni beraman deyapti. Aka, boşunu naqd pulga men 5400 ga olayım dedim, olmadı. 800 ga berayapman. Şu adamdan mal veremezsin. Bir 900 verelim. Ne? Ben yapı vereyapman. 3 oy ondan maaşını hisoblab olayapman. Hayli be. Men Şu adam var ki haqi o'qalardan. Lekin moshindan men davolayman. Bu ham mana shunaqa narsa. Bu ham mana shunaqa Berilib davolim o'tmaydi. Ber şu adamni. Ma'qul. Baraka doim berasiz. 5900 Bu bilan ketadi. Hurmatli obunachilar, uzoq savdomiz davom etdi. Bu hali ham videoga mana shu moshinni qiziqqanlarga 7200 4200 dollarga hisoblab oldik. Qiziqqanlarga 4200 qilib beramiz. Zadnimoz korobkalari yaxshi, idealniy, chotki mashina. Qiziqqanlarga generalniy doverniy ham bo'ladi. Qiziqqanlarga generalniy doverniy ham bo'ladi. Xohlasanglar оформление qilib olinglar. Şu mashinani o'zim 3 oy oldin 4200 ga bergan edim. Yana shu pulga o'zim hisoblab olib, o'rniga mana bu 21-yilda ishlab chiqarilgan Damas'ni 5400 dollarga generalniy doverniy ichida o'zim qilib beryapman. Diska, balon, salon jihozlangan tayyor mashina beryapman. Tayyorni qayerdan? Galabotirdanmi? Galabotirdan. Galabotirni bitta botiri ekan, voy, yashang. Azob berdingiz, gap yo'q. Yo'q, azob bermam, yaxshi bo'ldi. Hurmatli obunachilar, manzilimiz Samarqand shahar, Sagdiana Yangiyo'lda shu savdolarimiz bo'lib o'tyapti. Xudo xolasa kelsanglar agar mana shunday chiroyli savdolarimiz bo'lyapti. Mana 2200 degan ko'rinishi zo'r holatda turibdi. Faqat lekin buni hurmatli obunachilar naqd pulga shu 4200 qilib bera olaman. Agar variantga buga bo'ladigan bo'lsa, bar narxiga qo'shiladi, to'g'risini aytganda qo'shiladi. 4200 bu naqd pulga.